mana sochimizni ildizini kamuflyaj qilib uzunligini kokteyllar bilan bo'yadik va texnikani teppa-tepaga ko'tarilganga, tagidan boshlanganga o'xshab qolibdimi? Qalay? Mana shunaqangi qilib soch bo'yashni o'rganishni xohlaganlarni 11-12 may kunlari master klassimga taklif qilaman. Cho'tka o'rganib ketasizlar. Hozir yuzlar bilan ham olaman. Takoy. Sochimizga tergan texnikamiz mana shu o'sib tushgan. Men hozir kamuflyaj segment qilib turib, nattenik qilaman-da, tepaga ko'taraman mana shuni. Takoy bo'ladi. Hurmatli mijoz, yoqdimi? Vallahi juda ham yoqdi. Klass. Ana, mijoz yuziga qarab bilsa bo'ladi-ku. Yoqmagan. Takoy. Kamuflyaj texnikasi bilan ildizlarni bo'yadik. Meni master klasslarimda bu qiz model bo'lardi. Bo'ya bo'lganimdan keyin esimga keldi. Bu safar ham model qilardim bo'lmasam. Ildizini kamuflyaj qildik. Uzunligini kokteyllari bilan bo'yadik. Takoy. Zo'r chiqdi вообще. Hozir gafni qo'yib beraman. Yo, rostdan dahshat chiqdi. Tezda. Yoshingizda yaxshi, boyagicha kattaroq ko'rsatib turar ekan. Bu navruz dana yoshlatib tashlaydi. Ko'taring. 15 yoshga yoshlarimiz kelgan. 10 yoshga. 28 kiritma. O'zim maxfiy o'qib qoldim.